sprey deymiz. Sprey tarkibida ham 189 xil giyoh bor. Ya'ni 200 xilga yaqin giyoh bo'lsa, 250 xil mikro makro element bor. Kaliy bor, kalsiy bor, fosfor bor, magniy bor. Bizga kerak bo'lgan hamma element bor mana shu tarkibida. 4 xil jenshen qismi, misol uchun aminokislotalar bor. Ksantonlar bor, 88 xil ksanton deydi. Ksanton nima desa, o'sha onkologiyani, rakli kletkani keladi, rakli kletka yeydi, lekin axlat chiqarmashning hisobiga bunga kelgandan keyin buni chachib oladi, parchalab oladi. Ya'ni o'sha vazifasi ksanton deydi. Ksanton chesnotda bor, misol uchun boshqa o'sha kerakli nimalarda bo'lsa, yeygan narsalar tarkibida bo'lsa, o'shalarni hammasini jamlab turib olgan. Qanday olgan desa, o'sha nanotexnologiya apparat asosida 90 kunda olinar ekan. 90 kun ketar ekan, misol uchun o'sha rayhonni foyda va zarari bo'lsa, foydasini oladi. Ya'ni zarar qanaqa desa, misol uchun menda allergiya bor, rayhonga allergiyam bor. Necha yildan beri men allergiya meni bezotaman, dori ichaman tuzalmaydi. Endi men unga "Bor rayhonni ich tuzalasan" desam, bunga allergiyam bor-ku deydi. Bizdagi mahsulot tarkibini ko'rsangiz, rayhon deyapti. Bunga rayhon yozib qo'yib, men icholmayman, bu allergiyam qo'zg'ab yuboradi deyapti. Yoki misol shiponni yozib qo'yib, shiponni ziyon menga, men qo'radi deyapti. Endi bular nima qilgan desa, o'sha shiponniyni allergiyaga ziyon bo'lgan nuqtasini qo'shishgan. Sutni qaymog'ini olgan. Sutni qaymog'ini olganda o'sha rayhonni misol foydalimi, o'shani kerakli nuqtasini olib turib, qo'shilgan nuqtasini olib turib qo'shib jamlangan o'sha zarralarda jamlanmasida, ya'ni bu mahsulotlar zarralardan iborat bo'yicha zarralar jamlanmas, zarralar tushuntirilgan. Ya'ni shuning uchun ham bu zarralar jamlanmas bo'lgan hisobiga hujayra, ya'ni ko'zga ko'rinmas zarra hujayrani baholaydi bu mahsulot. Shuni bu birinchi ishlab chiqarilgandan keyin buni o'sha kasallarga tavsiya qilinib, ixtiyoriy kasallar ustida eksperiment o'tkazilganda zo'r natija bergan. Bu onkologiya bo'ladi, mana ayta sanab o'tildi, yurak kasalligi, insult, infarkt, tuberkulyoz, sahar, hamma kasalda o'sha hisob qilingan, ustida o'sha tekshirib, nazorat ostida berib borilgandan keyin natijani o'ta bomba berganda, natija zo'r bergan. Hali shu vaqtgacha hech qaysi mahsulot yer yuzida, xoh ukol dori bo'lsin, xoh bat bo'lsin, bu darajada foyda qilmagan, sababi bu hujayra bilan ishlaganligini hisobiga zo'r ta'sir bergan. Bu mahsulotni birinchi ishlab chiqqandan